Hozir sizlar bilan Misrning Hurgada shahrida safari qilish qanchaga aylanishini bilib olamiz. Birinchi bo'lib ma'muriyat boshimizga ro'mollarni takoy qilib $5 ga o'rab qo'ydilar. Qo'shimcha ochki narxi ham $5. Komandamiz bilan kvadrotsiklga o'tirib oldi va safari tomon yo'lga otlandi va shu yerdan Farsash filmi boshlanib ketib qolsa bo'ladi. Mana Mahrordan shart 360 kamerasini oldimda hammadan tezlikni oshirib birinchi bo'lib zakatga yetib keldim. Va bu yerda ko'rib turganinglardek tirs qilib rasm videolarga tushib oldi. Shunaqa joylarda shaxsiy fotografim bo'lsa bo'laman. Lekin fotograf bo'lmasa ham men 360 kameradan foydalanib dahshat videolar olishda davom etdim. Keyin men kvadrotsiklda drift qilib safarini hamma yog'ini changini chiqarishni boshladim. Bolalar ham bundoq qarab drift qilishni yorib tashading deydi. Safarini changini chiqarib tashab, orqaga qarab yo'l oldi. Orqaga qaytgunimizcha uje qorong'i tushishni boshladi. 35 kilometr, o'pshi hisobda 70 kilometr yo'l yurib, oxirisi ujin qilishga yetib keldi. Safarini changini chiqaraman deb o'zimizdan ham changimiz chiqib ketdi. Bu videodan keyin L'Europeana kompaniyasi aniq meni sudga beradi. Va bizga safarida mazza qilib kvadrotsikl uchish ujinlari bilan birga $60 ga aylandi. Yaxshi ham baxtimizga Azilux Travel bor, hamma xarajatni ular to'lab yuborishdi. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Yigitga uchasizmi? Ha, Yigitga. Shuna bir narsamiz bor edi, bir sherigimizga yetkazib qo'ya olmaysizmi, aka? Yo'q, qo'ysangiz-chi, aka. Yo, og'ir emas, mana bu yigit o'zi. Shuni o'zimi? Ha, shuni o'zi. Maylimi? Rahmat aka, bitta rasm tushirib olaman, og'ayni tashlab qo'yaman, shu bola oladi. Bitta turib berasiz? Bo'ldi aka, rahmat. Rahmat, xo'p bo'ladi. Ha, aka, rasmingizni tashlab qo'ydim og'aynimga, o'zi tutib olishadi. Xo'p. Okey, rasmingizni tashlab qo'ydim og'aynimga, oladi. Xo'p. Bu odam. Voy, sumkasini hali ham bermadingizmi, aka? Yo'q, u aytgan odamingiz. Hozir. Vali, yaxshi. Shu biratdan beraverdim sumkani, ol. Ha, rasmini qara. Ha, mashiga. Rahmat aka. Qarasangsa, yur. Maza. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz ham Azilux bilan keldingizmi? Ha, Azilux bilan. Ertaga ketar ekanmiz edi. Ha, shunaqa. Ertaga ham bitta sumkam bor edi. Shuni olib keta olmaysizmi? O'zi kutib olaman, aka. Mana qara, bugun nima ro'za tutmading? Sizlarga yolg'on, Allohga chin, bir kun oldin atravleni bo'ldim. Qizing bergan mehrni bera olmasak ham, Og'ir kuningda yoningda turamiz. Toy bola. O'zgartirmadi mansab oxiriga kelsin shu gaplar oldin. O'ynab kul do'stim, davring sur do'stim. Bu dunyoda g'animat, ko'ngilda har doim bo'lsin. O'ynab kul do'stim. senga yaxshi gapiryapti degani, Sen bilan gaplashyapti degani emas. Toy bola. yig'ishtir, mujik yig'ishtir. 2 kun oldin tanishgan qizingni onasi yig'ishtir. O'ziga jo'natib qo'yamiz. Ko'tar kamerani. Biz Royal Gardens'da zipline tushishga chiqdik. O'sha bolalarni o'qitishni boshladi. Voy, ketdilar mana shoxga. Yo, men uchmasam kerak. Meni galim keldi. 1 2 bismillah. Bozor qarang. Qalay? Mazza lekin. Dodami? Bu
Слишком tez, bu tapasniroq, brat. Yuzini ko'rdingizmi? Qizarib ketgan. Qo'rqib ketdingmi? Qo'rqib ketdingmi? Voy nimadir yomon urildim men lekin. Xullas, Royal Garden seni uchasizlarga mana birinchidan yo'lakda uchgandan keyin ikkinchi yo'lak bo'ladi. Ana o'sha paytda ikkinchisida tormoz bor ekanda, ushlab qolarkan. O'sha payt qo'rqinchli ovoz chiqib ketadi, qo'rqmanglar. Ana qo'rqib yutalib tuberkuloz bo'lib qoldi. Ey, gaz bo'lsa svet yo'q, svet bo'lsa gaz yo'q. Ashta g'alati bo'lib qoldi. Bu podkast. Bir marta, yana o'tgan. Bir marta cho'toq. Patkavlik to'g'ri, ha. Umuman gapirmaysan. Nima podkastni deb kulyapsan ustida? Chiqoq. Babramligi podkast. Bir marta cho'toq. Yomon qildinglar. Krugda obro'si-yu, do'sting. Aq ketasiz-lar. Ovqatlanishga. Men ham bor, meni olib ketlar. Orqani saddetilingni kimsizga qildiruvdim-da, sal o'shanga. Undan ko'ra o'rtoq Yandex chaqirib beraylik, yetib olasan. Turamiz, Yandex keladi hozir. Bola bu narsa zakaz qo'rasizlar? Osh zo'r tema osh lekin borasanchi? Menga ana mastava bitta. Mastava ham yaxshi lekin osh zo'r. Osh yaxshi, ha, osh yaxshi, osh yeymiz. Tak, 3 ta mastava beradi. 3 ta mastava ekan, osh kerak emas. Bo'ldi, 3 ta Osh mastava. bo'lsa ham yo'q dori yoki. bo'ldi. Ana 4 qiz hal bo'ldi. O, normal. Men kechqurunga chaqiryapti, staqdasanlar-yu. Lekin biz 3 kishimiz, 4-inchimiz kim? Murtozo 4-chi kim mosuv bo'ladi? 4-chilik kanishda menman-da. Yo'q, ularning ham orzu havasi bor-ku. Tal takoni bola xohlashyapti-da. Endi o'tkazordilaring lekin. Murtozo! Xo'p. Ertaga ko'rishamiz, brat. Omad. Keyingi hayotingda. Hanging low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Erimni chiqib kela qolay. Let's go, la la la. Bichamalada Instagram. Menga qaralaring. Meni qizg'anib, bir-biring bilan urushib, talashib, sochlaringni yulib yurmalar. Meni sportivkani tagida 124 ta ot kuchi yotibdi. Har kuni zalda trenirovka qilaman. 62 tadan ham bo'lib beraman. Kelinga ham kuchim yetadi. O'y, kechmang. O't tapchiki. Yoqqara borgin. Tanishmaymiz. Alam qiladi-ya, takoy qizlar, latta bolalar bilan yursa. Takoy maslahat. Yaxshimisan? Yana o'sha muammomi? Yana so'ppayib turibsanmi? Menga qara, vaziyatni qo'lingga olmaysanmi? Qara, ovqat qilishni bilmaydi, kir yuvishni bilmaydi, ertalab zavtrakini qilib bermaydi. Menga qara, gapir qattu. Unga quloq solmasa, so'kishingga quloq solmasa, res qo'yib yubor, bo'ldi, nima muammo? Maslahatingiz yaxshi-yu, lekin Sardor aka, xotinim akasiz-ku, menga unaqa deyapsiz. Endi biz 20 yildan beri eplolmayapmiz-da, uka. Qancha ovqat qilishni o'rgatgan? Mana eplolmayapman, nima qilyapti? Biz ham kelib ketdik. Talk big t-shirt Billy. Watch on my wrist, but I want that. Seni yangi ishxonangga olib kirib qo'yayotganimda, nima deb tanishtiruvding uydagilarga? Yaqin do'stim. Yaqin do'st. Men mashinani qamaqingdan olib beryotuvding menga. Amaqa arzonroq qilib bering, bu meni nima degding? Qiyomatli jigarim. Qiyomatli jigarim. O'tgan oy bolalar bilan tog'ga chiqqanimizda mahalladagi bolalarga nima deb tanishtiruvding meni? Dunyodagi eng yaqin insonim. Dunyodagi eng yaqin insonim ne bo'lmasa maftunga qarab, yo'q, u meni o'rtog'im emas deding. O'rtoq, men ham to'g'ri-chu. Ro'za oyida men ham yolg'on gapira olmayman. Shuncha yolg'on gapirgan gaplarim ro'za Ramazon oyida yuvilib ketsin. Shunda sen meni o'rtog'imaga, a?
ol o'rtoq narsalar вообще cho'tkilik. Bolalar uyalmaysizlarmi? Ramazon oyida hammaning oldida narsa yeb o'tirishinglarni qaranglar. Ozgina insof kerak. Birodar, ro'za tutmabsiz-a? Ne? Soat 12 bo'ldi, jinniroqni hozir saharlik qilamiz. Voy, ming bor uzr, aka. Aka boya, bu ikki setidan shunaqa chiroyli qiz tushib keldi. Ikkita bavani shundoq qopladi-yu. Voy, qizni ko'rsangiz. Ikki setdan ichidan men tushib kelsam ham takoy ko'rinaveraman lekin. Menimcha sizga Rolls-Royce yordam bermasa kerak aka. Ukam o'zingni bos soxta. Dona tushuntirib ber. Gaplar nima bo'ldi? Asabiylashib, qon bosimlarim oshib, yuraklarim dukullab ketyapti bilan siqmasangiz bo'lmaydi. Ukam qara, men bekorga oldingda emasman. Men senga hammasini o'rgataman, ukam. Uylanganman-ku. Qara, hozir ichkariga kirasan. Silaysan. Shap ochasan. Yo'q, men xonimon aytmayman, ukam. Shap ochasan deb choy qo'shib ichib yuborasan. Qara, hayajonlanmaysan, asabiylashmaysan. Qon bosimlaring joyida bo'ladi. Hammasi chotki bo'ladi. Keyin Bu nimaga? immunitetini ko'taradi, ukam. Bosgan. Bosgan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Soat metalga olib chiqibsizlar. Varmoshganmizda. Nega? Mana shu bo'ladi. Meniki temir. Aka nima nima? Prof Nastil Cherepitsa. Cherepitsa. Unda biz ikkita. Qanaqasidan? Menga go'shtligidan. Menga pepperoni. Cherepitsa. Kafil. Akalar. Bu sokol deyiladi. Yo, temirligiga men kafilman. Men metalmi? Da, metal. Paxtadan yaxshimi? Ancha yaxshi. Unda bizga 80 kvadrat berib yuboring. Hop, nimaga? Saunaga. Sauna quramiz. Aka nima? Metal turba. Unda bizga mashina qilib 32 ta kesib bering. Nega? Oq qora qilib kesib bering. Aka shashka o'ynaymiz, shashka. Aka nima? Qora list. Unda bizga 5 ta bering. Nega? Aka bowling qilamiz, darishkasiga so'rang. Aka nima? Shifr. Biz rangli printerni o'ylamiz. Spiskalar yozib oldingiz-a? Ha, yozib oldim. 100 kvadrat patolog zakaz qilganingiz uchun sizlarga 5 kvadrat bonus qilib beramiz. Yanachi? Va dastavka xizmatimiz ham bepul. Unda bizlarni ham qo'sh dastavka qo'yinglar. Murtazo? Nima qilib turibsan? Bitta idea kelib qoldi, aka. Mana shu svetoforni qizil chirog'ni yuradigan qilib, yashil chirog'ni to'xtagan qilsa, odamlar qanchalik ko'nikib ketarkilar? Murtazo. Nimani yana hisob kitob qilyapsan? Aka qarang, mana shu mashinani bor-ku, gazini bosganda to'xtaydigan, tormozni bosganda yuradigan qilsa, xalq qanchalik ko'nikib ketarkin. Tasavvuringlar bo'lsa kerak. Ukam, menga qara. Benzin narxi oshdimi? Ha, oshdi. Ko'nikdik, to'g'rimi? Ko'nikdik. Mashina narxi oshdimi? Ha? Ko'nikdikmi? Ko'nikdik. Qara, oylik bitta oshdida, ikkitadan kommunalkalar ham oshib berdi, to'g'rimi? Ha? Ko'nikdikmi? Ko'nikdik. Sen aytayotgan narsalar Эй, да гора бумба, парашютен, кушадыгын шара-бара-бара, жетит, шеттет, как будто шеттелдей. Ish qilib eshik ochib bo'lsa, точно bo'laman uydagilarni. Ha, ko'cha qo'yardim, men seni ko'chada tug'ib edim. Ne unaqa desoni bolalar bilan futbol ko'rib qolib ketdi. Ye, bolalaringiz kechasi bilan molga o'xshab ko'shab chiqasan, uxlasang bo'lmaydi, ertalab tura olmaysan. Turaman, onam mendan voqli turadigan odam yo'q bo'lsa kerak bu dunyoda. Qorin to'ylaydi, sirojli uxlash kerak. Xonaning ahvolini qara. Bo'lmishlar ham mendan yaxshi yashasa kerak. Xotinning tozalab qo'ymadi uylarni. Men hali uylanmaganman, mendan xotin nima qilsin? Uyshlash kerak. Qo'lam olib ketdi. Keyin hamisha xotin qiladi. Only you. Va mol, vaqtliroq tursang bo'lmaydi, biz sen tengini ikkita bolali bo'lib dunyoni ishini hal qilyapti. Sen hali ham yotibsan, sasib, turoningni. Ha do'stlar, zero uylanmas ekansiz, biringiz ikki bo'lmay, hayotingiz shunday mazmunsiz o'taveradi. Bu gapim bilan nima demoqchiman? Tezroq uylan, Shuna qarasam, gaz. Voy, shoh. Rahmat. Yili necha buni qancha yurgan? 18-yil minilgan. Bu mashina endi menga borib bir man tashab ketgan eski qizimni eslatadi bo'lsam. Qizi Spark haydirmidi? So'rachi? So'ra. Murtazo? Qizi Spark haydirmidi? Murtazo. Qizini rangi sal qoraloq emasmidi? Asfalt ko'rganmi hech qanaqa? Asfalt ko'rganmikan yoki? Anaqa asfalt ko'rmaganmi qizing Navoda? Nimasi?
U eslatadi bo'lmasa Murtazo. Mana mashina. Va bu mashinani nima sani qizingni eslatadi-da? Boya minilganligiz. Hop. Meni ham qizim 3 yil minilganligida esimga tushib ketdi. Qattiq yurtdi-la. Tozasi bormi? Changi to'rlaring qanday? Orqa tozami, orqalaring? Toza ketdi. Soqqa keladi, havo uchib boradi, soqqana ber. Mana mazayini qil. Oka, menga. Qolmadi, oxirisini bunga berib yubordim. Tanimayapsiz, okami? Kimsan, tanimadim. Voy. Alo, Sobir aka. Bitta g'alati ish bo'pti, aka. Cho'ta yo'd yuboryapti-la menga. Gaplashing. Kim? Sobir aka. Alo. Ha, brat. Bo'ldi, qalqib beraman, faqat qimmatroq bo'ladi. Ha, bo'ladi. Soqqani ber. Mana. Nima kichkina bu? Chorvoni ukam. Bunga izzachi, o'rniga ham izzatisiga ham qo'yib beraman. Ozgina och. Chisnomi aka? Bakteriyaga qarshi ukam. Aka, yaxshi ish qilmayapsiz, lekin men havola ochilib ketgandan keyin sizlarni ham ishtoq deydi. Ukam, bizani ish sezon-pezon tanlamaydi. Xalq nimadan qiynalsa, o'shani sotib soqqa qilamiz. Menga qaralaring, gaz zapravkaga o'chib boshlanmadimi? Nima qilay? O'ynab yurganim yo'q-ku. Yaxshi ko'raman, lekin men ham karyeramni tuzib kelib ishxonani umumarlashtirib bo'pti. Jonga tep ketdi. Nima bo'pti, o'rtoq? Aytlarding. Kim seni xafa qilyapti? Qizimni o'rtoq gapirayotgan gapini qara. Ishingizga vaqt ajratasiz, menga ajratmaysiz. Internetda jar ko'p o'tirasiz, qizlar bilan yozishasiz, uyga kech borasiz, sizdan xavotir mashqqa kelib ketdi boru. Qara, men senga zo'r maslahat beraman. Mazza qilib yurasan. Shundoq xayrlash bortini ber. Choyxonaga mazza qilib borasan. Internetda xohlagan odaming bilan gaplashasan. Ko'chalarda bemalol 2-3 kez sanglaysan. Degan ovozda bo'lmaydi. Mazza qilasan, miyang tinch yuradi. Sen ham o'rtoqsan-da endi. Hozir sen menga qarab turib javob. Sen adashyapsan. Sen uni ko'ngliga qaragin, chunki uylanasan. Hozirdan ko'ngliga qarab, ko'nglini olsang, ertaga ota-onangni ko'nglini oladi u. Deyish o'rniga gapirayotgan gapingni qara, Murtazo. Shunaqa qilib bo'lmasa, menga nima deysan? Endi jonga ham tegib ketadi. Sen nima qilish kerak jonga tegib ketadi? Har tugirani yopishqoqdan qutuldim, o'zim bor ekan bo'ldim. Bagajing uncha kichik. Nima qilsam bo'pti? Men boraman, rasborga jo'ram uchun boraman deb bagaj o'tirib. Birga bir bor ekan. Birga bir, ikkiga birga deb urib tashlab. Yo'q, ikkiga bir yo'q deydi, faqat birga bir. Sen slabiysan, jo'rajon, men testing uchun urishib, maybini chiqarayman bachaman. Yo'q, u faqat birga bir, tushunsanmi? Birga bir. Qayerda u birga bir? Jabbor og'ayni PlayStationga chaqiruvdi, o'shani ketyapti-ku o'zi. Men sen urushasanmi deb bagajingga qisilib yuraman. Ya og'zingga biladi. PlayStation men urush bo'lsa cho'qib bagajga bo'laman. La. Zaministrni xotini nas ekan. Chiqdi-yu, tiyar ekan. Kim ekan endi bu 40-13-a? Bitta sir ochaman desang, shu ko'tarsang bilasan kimligini. Ko'tarsang bilasan. Alo, menga qara. Alo, pul qo'lga deyishardi-yu. Pul yo'qdi, lekin qo'lga. Men nechi? Ol, yoqimli ishda. Men senga bitta sir ochaman. Qo'lingni yuvib kelsang toza bo'ladi. O'rtoq, men tata bilan Oybek yo'lda chetib turgan qizni kechqurundan nima qilib turar ekan? Sen sir ochaman-da. Kerak emas. Ular ancha oldin ochilib bo'lgan. Sirlar. Hey, beni qara bu qapqara Shimkent ko'chadagi shara-barabariga jet etdi. Javob, $1 million topib oldik. Nima ishli qilib tashagan bo'lardi o'rtoq? $1 million topib olsam, birinchi bo'lib qarzlarimdan qutulardim. Qolganigachi? Qolgani kutib turar, keyinroq qilib berarman. O'zing nima qilarding? Voy, bitta uchastkani jinnisidan qurardim. Chorvodan 2 etajli uchastka. Bitta mer solib, qolgan puliga 30 ta jentiri arendaga chiqarib yuborsam, voy boqib yotadi umrim oxirigacha. Men qara, men 30 ta jentirani bittasini men berarding-da. Men senga takki berib yuborishim kerak. Nima qilibdi? 30 ta, 1 million ichida 14 ming. Havaslarim bor, 1 million ichida 14 ming nima degan gap? Qanaqa qilib men senga takki berib yuboraman? Bu necha yillik o'rtog'imiz bersa nima bo'pti? $14 ming narsa. Bitta jentir 30 ta yuzanda. Qanaqa qilib takki berib yuborishim mumkin? Seni pul o'zgartiribdi boru, sen orqalab keta olmaysan. Esingdan chiqarmaman shu gapni. Tushundingmi? Noto'g'ri ish qilding. Men senga takki berib yuborishim kerak. Yerdan topib olmam shuncha pulni. Ey, ishlamagan tishlaydi. Kelishida qarayadi. Afolla. Qalaysan? Bormi, sen turibmiz, ha? Yo'q, ketayman. Kayfiyating zo'r, tinchlikmi? Yo'q, Deruli. Maxim Gorki. Qistolaringmi? Bo'ldi, seriozniy bak, ha? Menga qara, har doimgidek qizlaring oldidan kelyapsan.
Ertaga tovutingni biza ko'taramiz, ular emas. Gaplaring to'g'ri. Tovutimni sanlar ko'tarasanlar. Lekin menga bola tug'ib bera olmaysanlar-yu. Kutganmi deylar? Tayyormisizlar? Men sizlardan ko'ramanlar. Like. Ketdi, yoshligiga qaytamiz. Dili dumbali. Odamni cho'chitib o'rganamiz. Va pipkalarni tiptollaring. Nima qilamiz buni? Bilmayman. Vallahi boshim yomon og'riyapti-da. Boya chertdim, hali ham og'riyapti. Emas. Yo'q, o'sirgani ko'tiga shipon chiqsin. Rozi. Mandan tashqari. Mandan tashqari degani ko'ti qashqar. Maktab chog'larimni eslab qiynalar qalbim. Sevgimiz xor qilolmagan o'tgan kunlarim. Ana tog'im, maza xillashlik holatida yo'q. O'zi shanba yakshanba kuni boru, tog'ga chiqish kerak. Odam bo'lmaydi, it ham bo'lmaydi. O'rga ham bo'lmaydi. Shu yerda yashaydiganlar boru, Toshkent Cityga kirib o'tgan ekan dam olishga. Dushanba, seshanba, chorshanba kunlari borib, dachalar shunaqa ko'tarib o'tgan ekan. Vaqti yo'lda probka bor. Odam tiqilinch, bir-biring bilan manda qo'tasan yo'ldan. Lekin rostdan ham shunaqa bo'lsa bo'lardi. Shanba kuni kelamiz dedilar, probka bo'ladi. Orzu hammasi bo'lib qoldi, hammasi ketdi. Yakshanba kuni kemalaring degan. Topdim. Qozog'istondan shikala topib sotamiz, qani. Ya pul kerak unga. Bekorchilik vashcha jonga tegdi. Bolni keldi yomon ekan. Ancha bo'lgan Yo'q, ideya. Men bitta qiz bola profil topdim. O'shani nomini tapichga ming qilamiz. Okey. Bloger bo'lamiz. Qani deydi bo'lamiz. Yo'q, ijod qilamiz. Faqat ijod. Reklama giveaway qilmaymiz, faqat ijod. Tashalar. Ijod. Assalomu alaykum. Instagram 747 obunachiga ega bo'lganimiz munosabati bilan o'zimizni shaxsiy itam deb nomlangan giveawayimizga start bermoqchimiz. Bizda asosiy sovg'a mana shu Nexia bilan avtomobilini chap tomon kalpagi azizlar. Bizda reklama Farqat Skida 10 ming so'mga sotiladigan ajoyib ishlarga asqotadigan umiddamiz. Bizda yana bir bor reklama Kuchinski bolalari uchun ajoyib taroqlar sizga. Bizning bosh homiyimiz Fahmoq opa naskilari. Белый это белый, черный это черный. Ну, погнали! Sizda ham pul ko'payib ketdi. Sening ichidan pishgan do'sting. Yana boshladingmi shu ishingni? Instagramga kirmalar, iltimos. Mana shu to'nga to'xtab qo'ying, Masjiddan bratan. urib to'xtang, bratan. Necha bo'ldi aka? 15 ming so'm bo'ldi sizlardan. Men berib olaman men. Menda mayda bor. Menda oylik chiqqan, men beraman, bolalar. Qatdan ham gapirdim, qisib o'tirsam bo'lar ekan. Tezroq berib yuborsin-chi, vasi yo'q. Ana aka. Men berib yuborardim. Qo'yxonadan soda ham chiqmadi. 5000 tushadigan joyi edi. Bola. Men shunday qilib chiqaman, kelaman. Hozir. 5 ming bo'pti. Men 500 ming yetmasa kerak. Men faqat choy ichdim, choyga to'layman. Men mashinadan olib beraman hozir. Bolalar noto'g'ri ish qilamiz dedi oyim. Kelinglar, mana bunaqa qilaylik. Aka shu to'laverasizmi? Bolalar to'lamadimi aka? Siz yetib ketdingiz. O'zlari qani? Ana? Some love them, woman jump on them, To'g'rida. woman jump on them, and them rock them. Some love them, woman jump on them, and them rock them. Some love them. Kutganmi deylar? Tayyormisizlar? Kishni sog'indim. Davay o'tda. Birinchi oddiy oling, birinchi oddiy, ikkinchisida biz bilmay qildik bu. Bayraming muborak bo'lsin megachin.